Koreyani bozorlarini ko'rganmisizlar? Biz hozir uyimizga yaqin bo'lgani uchun orqa tomondan kirib ketyapmiz. Iloji boricha hamma qiziqarli joylarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bozorlarda ham shunaqa chiroyli kiyimlar topsa bo'ladi. E'tiboringlar uchun narxlari 2-3 barobar arzon. Sizlar uchun xiddiga chidab video olaman. Quritilgan qanaqadir hasharotli balig'mi bu? Ha, baliq ekan. Koreyslarning eng sevimli mahsulotlaridan yana bittasi. Biz bozorga o'zi mana shular uchun keldik. Bilsanglar, agar koreyslar ovqatlar bilan shunaqalar qo'shib yeyishadi-yu. Biz kech chiqqanimiz uchun o'sha ko'pchilik bekitib ketgan qaranglar. Lekin haligacha odam ko'p. Sababi shanba, yakshanba hamma koreyslar ko'chada bo'ladi. Men bu narsa Koreyada borligini bilmasdim. Nomi nima edi? Bilganlar yozib yuboringlar. Qaranglar, zo'r narsalar topsa bo'lar ekan bozordan. Adashmasam O'zbekistonda mana bunaqa narsa sotardi. Qaranglar. Primerna narxini yozib qoldiraman. O'zbekistonda qancha o'zingizlar aytinglarchi. Mana bu xolodilnik ekan, ichida yogurtlar qo'yib qo'yishgan, sotishar ekan. Bu o'rtalada koreyskiy har xil mashhur yeguliklarni tayyorlab sotishadi. Bularda ham polufabrikatlar sotiladi, qaranglar. Mandu bular hammasi. Bu yerda bizning lag'monga o'xshagan narsalar ham bor. Xamir, по-моему, bu. Ko'rib turganingizdek, Koreyada ham hamma ham boy badavlat emas. Shunaqa bozorlarda ishlaydigan koreyslar juda ham ko'p. Ko'chada juda xunuk ahvolda yuradigan koreyslar ko'p. O'shaning uchun Koreyaga kelmoqchi bo'lsangiz, xayolingizda faqatgina Koreyaga borib oling, hayotimiz zo'r bo'lib ketadi deb o'ylamang. Bu yoqqa kelishdan oldin hamma narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki bu yerda ham sizni har xil holat kutayotgan bo'lishi mumkin.